هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nur tefsiri 6. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nur suresi 6. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Xotunlarını zina bilen qarlagan ve özlerinden başka guvahçı bolmaganlar guvahlık sözünün rast ikenligini delilleş üçün Allah'ın namı bilen 4 qitim qasam qilsin. 5. qitimi da eğer yalğancı bolsam bana Allah'ın laneti bolsun desin. Xotun kişi erinin yalğancı ikenligiga Allah'ın namı bilen 4 qitim qasam isse jazaga tartılıştın saklap kılındı. 5. qitimda o eğer rastçılladım bolsa, yani erimnin gibi rast boladigan bolsa, bana Allah'ın gazibi bolsun dep qasam qildi. Eğer sizlarga Allah'ın fazli ve rahmeti bolmasa idi, çoqum rasvo bo'latdinglar. Allah tövbeni bekmi qabul qilguchidir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Lanet etişiş. Bu ayette ayallarını zina kıldı dep qarılagan, lekin gepinin rastlığı pak tuğuzuş kıyım kelgen erler üçün çıkış yolu vardır. O bozumu Allah Teala buyurgandikidek er ayalını Müslümanların mesulünün aldığı elip gelip zina kıldı dep ayalının üstüden dava açıdı. Mesul kişi erini 4 guvahçının orunda özünün ayalını qarlap etkan sözü de rastçıl ikenlikini ispatlaş üçün Allah Teala'nın namı bilen 4 qitim qasam qıldırdı. 5. qitimda eğer yalğancı bolsam bana Allah'ın laneti bolsun desin. Yani 5. qitimda muşundaq degan hamalla ayali bilan bo'lgan nikah üzülüp ketadi. U ayalni elish u kishiga mangu harom bo'lib ketadi. U ayalning to'yliqini berdi. Ayalga zina qilg'uchiga beriladigan jazo berildi. Bu jazo ayaldan ko'tarilmaydi. La ilahe illallah Muhammed Resul. Ama ayal erinin özüge çaplagan böhtanıda yalğancı ikenligini ispatlaş üçün Allah Teala'nın namı bilen 4 qitim qasam içip 5. qitimda eğer o degen gibidir rastçıl bolsa bana Allah Teala'nın gazabı bolsun dep qasam içse onun berildiğin jaza kötürülüp gitidi. Subhanallah. Allah Teala bu hükümni bayan kılıp mındaq dedi. Xotun kişi erinin yalğancı ikenligiga Allah'ın namı bilen 4 qitim qasam içse jazağı tartılıştın saqlanıp qılındı. 5. qitimda u eğer rastçılladım bolsa, yani erimnin gibi rast boladigan bolsa, bana Allah'ın gazabı bolsun dep qasam qıldı. Allah Teala ayalının qasiminin 5. qitimda u eğer rastçılladım bolsa, yani erimnin gibi rast boladigan bolsa, bana Allah'ın gazabı bolsun dep qasam qıldı dep ayalını özüge er kişidek lanet emas gazap tileşki buyurdu. Çünkü er kişi köpinçe halette
zina qildi deb qarilishida rostchil bo'lmasa va shundoq qilishga majbur bo'lib qolmasa, ayolini rasvo qilishni va uni zina qildi deb qarilishni o'ylamaydi. Ayolmu erning degan so'zida rostchil ekanligini obdan biladi. Shunga ayolning qasamining 5-qitimligi agar er kishi rostchil bo'lsa, Alloh taolaning g'azabining ayolga bo'ladiganligi haqida bo'ldi. Aslida Alloh taolaning g'azabiga haqiqatni bilib turib, uningdan qasdan chetga chiqib olgan kishi yo'liqidi. Ondan Alloh taolo bandalarga ular tushib qolgan qiyinchiliklardan chiqish yo'lini ko'rsatib qo'yish orqali ularga qilgan shafqatini va marhamatini bayon qilib mundaq dedi. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'lardinglar. Ya'ni agar sizlarga Alloh taolaning fazli va rahmati bo'lmasa edi, nurg'unlagan ishlarda qiyinchilik tortib qolardinglar va nurg'unlagan ishlar sizlarga taslishib qolardi. Allah tövbeni bekmi qabul qiluvchidir. Ya'ni Alloh taolo bandalari qasamlarni ichib bo'lib tavba qilsa-mu, yana uning tavbasini bek qabul qiluvchidir. La ilaha illalloh. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Ya'ni yo'lga qo'ygan, buyurgan va to'sgan ishlarda hikmat bilan ish qiluvchidir. Bu ayetga amal qilinganligini, tushish sababini va qaysi sahoba haqida tushganligini bayon qilib kelgan ko'plagan hadislar bor. Bu oyatning nozil bo'lish sababi Imom Ahmad ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İffetlik ayollarni zina bilan qarlagan, buning rostchiligi adil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 dar uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat choplagan har bir odamni qamcha va shuning o'xshash narsalar bilan 80 uringlar. Chunki ular afif ayollarga yolg'ondan tuhmat choplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat choplash maydonida ching turadiganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'hton choplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiquvchilardir degan oyati tushganda, Ansarlarning beshi bo'lgan Said ibn Ubada, "Ey Allohning payg'ambari, bu oyat mushundaq tushirildimi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Ey Ansarlar guruhi, boshliqinglar bo'lgan Said ibn Ubadaning nima deganligini angladinglarmi?" dedi. Ansarlar, "Ey Alloh taolaning payg'ambari, uni u gipi uchun ayblamagan, chunki u kundashlikka bek qattiq kishidir. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamizki, u to'y qilsa faqat qizla oladi. Uning kundashligining qattiqligidan u ilib qo'yib bergan ayolni boshqa bir ilishga petin olmaydi" dedi Said ibn Ubada. "Ey Alloh taolaning payg'ambari, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men u oyatning haq ekanligini va uning Alloh taolo tarafidan tushganligini shaksiz bilaman. Lekin men bir er bilan zina qilayotgan ahmoqni tepib olsam, toki ularning shunday qilayotganligiga guvohchi bo'lish uchun 4 guvohchini elib kelmagicha mening erni ayolimning ustidan midriltib etishqimu haqqimning yo'qligidan hayronman. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men 4 guvohchini elib kelib bo'g'icha u ishini tugatib bo'ladi" dedi. Sahobalar mush hukm bo'yicha toki tavbasi qabul qilingan 3 kishining
birisi bo'lgan Hilal ibn Umayyaning voqeasi yuz berganga qadar bir muddatlar yashadi. Hilal ibn Umayya bir kuni kechda etizliqidan uyga qaytib kelganda ayolining qishida bir erni uchirtdi. Ularning qilmishlarini o'z ko'zi bilan ko'rdi va qilishgan paranglarini o'z qo'li bilan anglaydi. Ammo tong otganga qadar u erga bir ig'iz gap qilmaydi. Sahardala Peygamber aleyhisselamның qishig'i kelib, ey Alloh taolaning payg'ambari, men akşam uyga kelib ayolimning qishida bir erni uchratdim. Men ularning qilmishlarini o'z ko'zim bilan ko'rdim va qilishgan paranglarini o'z qo'lim bilan angladim dedi. Payg'ambar alayhisalom Hilal ibn Umayya deb kelgan bu ishni yomon ko'rdi, ham bu ish Payg'ambar alayhisalomga ig'ir keldi. Ansarlar Payg'ambar alayhisalomning atrofiga to'plashib, biz Said ibn Ubada degan masalaga duch kelyapmiz. Hazır Peygamber aleyhisselam Hilal ibn Umayya'ni qamchilaydi ve onun kişilerge guvohlik berishini bekor qilib etadi deydi. Hilal, Allah Teala'nın namı bilen qasam qilamanki, men Allah Teala'nın bana bir chiqish yo'l berishini umid qilaman dedi. Ondan Hilal, ey Allah Teala'nın payg'ambari, men sana deb kelgan bu ish sana ig'ir kelgandek turdi. Allah Teala bu işte mening rastçıl ekanligimni albatta biladi dedi. Allah Teala'nın namı bilen qasam qilamanki, Payg'ambar alayhisalom Hilalni qamchilashqib buyurup, Hilalni qamchilashqib buyuruy deb turganda Allah Teala uni vahiy tushirdi. Sahabeler Payg'ambar alayhisalomga vahiyning tushganligini uning chiroyining o'zgarishidan biladi. Sahabeler ta ki Peygamber aleyhisselam vahiy tushib bo'g'icha Hilalni umay saqlab turdi. La ilahe illalloh Muhammad Rasul. Xotinlarini zina bilan qarlagan ve özlerinden başka guvohchisi bo'lmagan, guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun xotinlarini zina bilan qarlagan ve özlerinden başka guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qitim qasam qilsin degan oyat Payg'ambar alayhisalomga tushganda u xushallanib, Hilal hoş bisharat olgan. Hakikaten Allah Teala sana bir chiqish yo'l qilib berdi dedi. Hilal, men Rabbimning shunday qilishini orzu qilatdim dedi. Payg'ambar alayhisalom u ayolga odam evetib elib kelinglar dedi. Sahabeler ayolga odam evetib uni akeldirdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom Hilal bilan uning ayoliga tushgan oyatni o'qib berdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom Hilal bilan uning ayoliga tushgan oyatni o'qib berdi ve ikkisiga oxiratning azobining dünyanın azabının qattiq ekanligini eslatdi. Hilal, ey Allah Teala'nın payg'ambari, men uning haqida qilgan so'zimni rostchilman dedi. Ayoli, u menga bo'hton chaplayotdi dedi. Payg'ambar alayhisalom, ikkinglar la'nat etishinglar dedi. Hilalga guvohlik et, ya'ni qasam qil deyildi. Hilal Allah Teala'nın namı bilan qasam qilib turib, özünün rastçıl ekanligiga 4 qitim guvohlik etdi. 5-ci qitimlik guvohlikqa kelganda uningga, ey Hilal, Allah Teala'dan qo'rqqin. Dunyoning azobi oxiratning azobidan yengildir. Bu qitimlik guvohlik agar sen degan gapingda rastçıl bo'lmasang, sen azap ilib keladigan guvohlikdir deyildi. Hilal, Allah Teala'nın namı bilen qasam qilamanki, Allah Teala xuddi meni qamchilat turmagandek meni azoplamaydi deb 5-ci qitimda, agar men degan gapimni yolg'on aytgan bo'lsam, Allah Teala'nın la'nati menga bo'lsin
deb guvohlik etdi. Andın ayolga helal degan gapida yolg'onchi deb 4 qitim guvohlik ayting deyildi. 5-chi qitimlik guvohlikda u ayolga Alloh taoladan qo'rqing. Bu qitimlik guvohlik agar siz degan gapingizda rostchil bo'lmasangiz sizga azob elib keladigan guvohlikdir deyildi. Ayol azroq to'xtab olgandan keyin jinoyatini e'tirof qilishni o'yladi-yu, yanala Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men qavmimni rasvo qilmayman. Agar u degan gapida rostchil bo'lsa, Alloh taolaning g'azabi menga bo'lsin deb 5-chi qitimlik guvohlikni aytib etdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom u ikkisining orliqini ayirib etdi. Ayolning qo'sig'idagi balani palonining balasi degandek bir kishiga nisbat bermaslikka, u balani haromdan bo'lgan debmi qaramaslikqa va kimki u ayolni zinoxo'r desa yoki uning balasini haromdan bo'lgan desa, uningga qora chaplaganligining jazosi berildiganligi bilan hukm qildi. Ayol hilalning taloq qilib etishi yoki hilalning vafot bo'lib ketishi orqali ayrilib ketmagachga payg'ambar alayhisalom u ayolga uy tutib berishni va uning xarajatini berishni hilalga buyurmadi. Ve mubodo ayol balani chechining rangi qora aralash qizil, sag'risi kichik va inchki tug'sa, bala hilaldan bo'lgan bo'ladi. Mubodo ayol balani bug'doy o'nglik, budrechach, ustixonlari cho'ng, yutisi tom ve sag'risi cho'ng tug'sa, bala qora chaplangan kishidan bo'lgan bo'ladi dedi. Ayol balani bug'doy o'nglik, budrechach, ustixonlari cho'ng, yutisi tom ve sag'risi cho'ng tug'di. Payg'ambar alayhisalom agar buning qilgan qasamlari bo'lmagan bo'lsa edi, men u ayolga boshqa bir ish qilatdim dedi. Akrama mundaq dedi. U bala keyinchi Misrga boshliq bo'lgan edi. U palon ayolning balasi deb onasiga nisbat berilib, dadasiga nisbat berilmaydi. Bu hadisni Abu Davud qisqartib qilib mushundaq rivoyat qildi. Hadis kitaplarda bu hadisning mazmunida kelgan hadislar naat ko'pdir. La ilahe illalloh Muhammed Rasul. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Nur suresi tefsirinden 10. ayetgacha anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.